Sizlarga bugun Tekinga sayohat qilishni va o'qishni o'rgataman. Birinchi sayohat qiladigan davlatimiz Malayziya. Tekinga grant bilan o'qiydigan universitetimiz esa Inti universiteti. Malayziyaning ob-havosi issiq, tabiati unutilmas, tropik, ya'ni mana shunaqa yam-yashil davlat. Twin Towersga kechki payt kelishingizni tavsiya qilaman. Mana bunaqangi chiroyli manzarani guvohi bo'lasiz. Dengizi va plyajlari juda ham chiroyli, ayniqsa tunda. Biz shopping qilishga Mehsamolga keldik. Narxlar unchalik qimmat emas. O'zi Malayziyadan kiyim olish ham unchalik variant emas. Ana endi 100% grant bilan o'qiydigan universitetimiz Inti haqida aytsam, Osiyo bo'yicha 122-o'rin, dunyo bo'yicha 409-o'rinda turadi. Dunyoning turli burchaklaridan exchange program bilan talabalar o'qishadi. Ta'limga va ustozlarga gap bo'lish mumkin emas. Malayziyada tekinga sayohat va 100% grant bilan o'qish uchun Perfect talabasi bo'lish kerak. Men Oqton Shahina Perfect universitetining birinchi kurs talabasiman. Perfect universitetim sababli birinchi kursimdayoq Malayziyaga 100% grant yutib keldim. Bizda keyingi tekinga o'qiladigan davlat London. Chunki Perfect nafaqat Malayziya, balki London va Koreyaga ham 100% grantlar bilan o'qitadi. Siz ham safimizga qo'shilib, mazza qilib talabalik davrini suring.